Bilaman, arzon narxdan bir paytlar katta yer olib qo'ygansiz. Yer narxi ko'tarildi. Lekin davlat noturar joy yerlar uchun katta soliq joriy qildi. U soliqni qoplash uchun o'sha yerda birorta qurilish qilib, biror bir katta tadbirkorlik boshlayman desangiz, unga pulingiz yo'q. Lekin quruq yerga katta ot kallasidek soliq to'lash albatta malol keladi. Men sizga buni yechimini o'rgataman. Birinchi o'rinda ushbu golf maydoni Dubayda yangi qurilmoqda. Aynan uning yonginasida siz ko'rib turgan ushbu zamonaviy bino qad rostlamoqda. Ushbu loyiha Dubaydagi eng yuqori sifatdagi quruvchilardan biri Shobaga tegishli. Bu yerda uylar deyarli hammasi sotilib ketgan. Birorta ham sotuvda deyarli uy-joylar topa olmaysiz. Va aynan mana shu yerda eng pastki qavatlarda siz do'konlar, supermarket, sartaroshxona shu kabi tijoriy maqsadlarda foydalaniladigan unitlardan xarid qilishingiz mumkin. Bu yerda boshlang'ich narxlar $4 million dan boshlanadi va Dubayda hech qanaqa ko'chmas mulkka soliq yo'q. Batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq bizga murojaat qiling.